Kishilarini sotganman bolam-chi. Qori to'ygandan keyin hamma endi uyga deydi. Qayerga ketamiz endi uyga? Uyga ketamiz bolajonim, uyimizga. Endi uyga ketamiz. Marg'ilon saxovatiga ofarinlar bo'lsin. Qayerga ketasiz? Endi hozir uyimizga ketamiz. Hammalaringga rahmat. Sizlarga ketasiz endi chiroyli qiz. Rahmat bolam, qanjoning sog' bo'lsin. Uyga sekin bolam. Ya, aka. Nimaga odam ajratyapsiz? Bu odam ajratish bizga to'g'ri kelmaydi-ku, aka. Hozir nimaga xoladan so'ramayapsiz-da? Hammadan so'rayapsiz. Bitta yoshi ulug' onaxon qolib ketyapti hozir. Hozir mana bu onamiz qayerga borasiz sizdan uyimga boraman deyaptilar. Bu onamizga qayerga borasiz sizdan uyimga boraman deyaptilar. Bu onamiz, bu onalarimiz qayerga borasiz sizdan uyimizga boramiz deyaptilar. Bu onamizga savol bermaganim Shurajon. Bu onamizga qanday savol bering? Onajon, hozir qayerga borasiz desam, bu savolimga javob berolmaydilar. Bilaringizmi? Bu savolimga javob berolmaydilar. Onajon, yig'lamang. Yig'lamang. Siz endi qayerga borasiz hozir, ona? Yo'q, bu savolga javob yo'q. Chunki do'stlar, men hammaning ko'zi yosh bilan turibdi, shuncha odamlar. Bu onamizni boradigan uylari yo'q. Endi savol tug'iladi, shu borada savol tug'iladi. Nimaga uylari yo'q degan savol. Birinchidan Allohning ishi, Allohning sinovi. Uylarini yashab turgan uylarini sotib, ona shunaqa bo'ladi. Ona farzandlariga bemorlik bo'lgan sotib, shu davolashdir, boshqadir dorilarini sotib berdilar. Lekin Allohning irodasi, Allohning taqdiroti farzandlari bu olamni haq etdilar. Bu dunyoga safar qildilar. Siz oldingizga ijara to'lab borganimda menga bitta gapingiz to'g'risi hozirgacha qanaqa qiynalishimni o'zim bilaman. O'sha qanaqa gapligini hamma uchun qiziq. Siz menga qo'lingizda og'zingizni ko'rsatdingizda, Kishilarini sotganman bolam-chi. onamni qarang. Ishlarini sug'urib, farzandlari uchun sotib berganlar. Tasavvur qiling. Haqiqiy qahramon ona desak mana shu bo'ladi. Onajon, hozir endi siz borgani ijaradasiz, to'g'rimi? Ijarada Yaqinda chiqarib yuborishdi, Qayerdan chiqarib yuborishdi? Chiqarib yubordi, boshqa yoqqa kirdim. Endi onajon, sizga mana 4 xonali zo'r uyingiz Bolajon. bo'ldi. Onajon, xursandchilik ko'z yoshi bu, xursandchilik. Xabarlaringga Yaxshi kuningizga buyursin. Yaxshi kuningizga buyursin. Bolalaringni rohatini ko'ringlar, xabarlaringga rahmat.